Assalomu alaykum, hurmatli podpisчиклар. Mana sizlarga keyingi ishimizni tugatib oldik. Bu ishimizda mana bir kroshka fasadga urdik. Tunikafonlari-yu nonning turbalarigacha urib berdik. Ishimizni ko'rib baho bering. Mana yoqsa like bosib qo'ying, podpiska bosib qo'ying. Mana tunikafonimizni bir xil rangda qilib urdik. Kroshkaga moslab urdik. Kroshkamiz ham oq-qora bo'lgan. Kimga shunaqa qiziqarli ish faoliyati kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu ishimizning kvadrati 1 metr kvadrati kroshkaning 120 ming so'm, tunikafonimizniki 90 ming so'm. Bu ishimizning osh kvadrati 110 kvadrat bo'lgan. Mana sizlarga hozir bizlar oldiy tarafini, ko'cha tarafini ko'rsatamiz. Mana ko'cha tarafdan ko'rinishi uyimizning. Mana Mana shu uyimizning ko'rinishi ana shu turishda turibdi. Agar qiziq bo'lsa, kommentga plus belgisini yozib ketsangiz, bundan qiziq, bundan zo'rlarini chiqaraveramiz. Ishimizni faoliyatini. Barchaga qo'llab-quvvatlash uchun rahmat.